Ekranlaringizda ko'rayotgan ushbu shaxs bankka pul ayirboshlash uchun kelgani yo'q. U o'zini bank bosqini filmi qahramonlaridek his qilib, kassadan pullarni bosqinchilik orqali olib, juftakni rostlamoqchi bo'lgan. Biroq Yangi O'zbekiston qo'riqlash xizmati bunday holatlarga allaqachon tayyorlangan. Joriy yilning 13-iyul kuni soat 17:00 da Samarqand viloyati qo'riqlash xizmati boshqaruv markaziga Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasida joylashgan banklarning biridan tashvish xabari tushgan. Xabar asosida tezkor harakatlanuvchi guruhlar xodimlari voqea joyiga 3 daqiqa ichida borishganda, qishki kiyimda, yuzini niqob bilan yashirgan, qora rangli sumka ko'targan holda bank ichida o'zida portlovchi modda borligini ta'kidlab, oynalarni sindirib, pul talab qilayotganligi aniqlangan. Vaziyatni tezkor nazoratga olgan boshqaruv markazi xodimlari zudlik bilan qo'shimcha tezkor harakatlanuvchi guruh, ichki ishlar sohaviy xizmatlari va tez tibbiy yordam xodimlarini voqea joyiga yo'naltirgan. Qo'riqlash xodimlari dastlab fuqaro bilan masofaviy muloqotga kirishgan tarzda muzokaralar olib borishgan. Professional muzokaralardan so'ng tartibbuzar o'z xohishi bilan taslim bo'lgan va fuqaro ichki ishlar organlarining sohaviy xizmatlariga topshirilgan. Holat sodir etilgan vaqtda fuqarolarga hech qanday zarar yetmagan. Aniqlanishicha, voyaga yetgan ushbu fuqaro pullarni oson daromad topish manbai sifatida tezkor qo'lga kiritish niyatida bo'lgan. Hozirda holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.